Ko'pchilikni bir savol juda ham qiziqtiradi. Muhabbat aslida nimadan boshlanadi? Salom, Soft Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Soft product. Soft product. Ko'pchilik muhabbatni bir qarashda paydo bo'ladi deb hisoblaydi. Ko'pchilik esa tashqi ko'rinishni asosiy omil deb biladi. Ko'pchilik esa taqdirni o'zi uchrashtirgan deydi. Ammo psixologlarning fikri biroz boshqacharoq. Tadqiqotlarga ko'ra, insonni bir-biriga jalb qiladigan asosiy omillardan biri bu samimiy muloqotdir. Ya'ni biz faqat tashqi ko'rinishga emas, ya'ni bizlarni eshita oladigan, qo'llab-quvvatlaydigan insonlarga ko'proq moyil bo'lar ekanmiz. Qiziq fakt, olimlar aniqlashicha, ikki inson bir-birining ko'ziga qarab suhbatlashganida ularning o'zaro ishonch darajasi oshib borar ekan. Shuning uchun ko'pincha samimiy suhbatlar samimiy munosabatlarga olib kelar ekan. Yana bir qiziq fakt, psixologlar ta'kidlashicha, insonlar o'ziga yaqin qadriyatlarga ega bo'lgan insonlarni tanlashar ekan, ular bilan suhbat qurar ekan. Masalan, orzu-havaslari, hayotga bo'lgan qarashlari, oila haqidagi tasavvurlari o'xshash bo'lgan insonlar o'rtasida mustahkam munosabatlar shakllanishi yuqoriroq ehtimolga ega ekan. Muhabbat haqidagi yana bir qiziq fakt shundaki, inson yaxshi ko'rgan kishisi bilan suhbatlashganida miyada baxt hissini uyg'otuvchi bir qator neyromediatorlar faollashar ekan. Shunda inson o'zini baxtli, quvnoq hamda ilhomlangan his qilar ekan. Biroq mutaxassislar bir narsani alohida ta'kidlashadi. Haqiqiy muhabbat bu faqat hissiyot emas. U vaqt o'tishi bilan shakllanadigan ishonch, hurmat va g'amxo'rlikdan iborat ekan. Shuning uchun kimdir sizdan muhabbat nimadan boshlanadi deb so'rasa, muhabbat diqqatdan boshlanadi deb javob beravering. Muhabbat bir qarashda paydo bo'ladimi yoki vaqt o'tishi bilan shakllanadimi? Izohlarda fikringizni albatta qoldiring. So'z bilan salomat bo'ling. Soft